Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada sizi Gazi Rosa Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyani sözleştim burun vatandaşlar hoşundakları hoş haber neytimiz ki Amerika Qo'shma Shtatlarının siyasisiga münasebetlik bağlı kaldı. Şundak bir hoş haber neytimiz ki mesela tünügün biz sizlerge sözlüdük degендek 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet bir xatarligi strategik siyasi e'lon qilindi. 19. günü tushdan burun Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası Baş Komitesi İslahatı Kanun loyihasini ma'qulladi. Tushdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Meclisi Kengash Palatası Baş Komitesi Kanun loyihasini ma'qulladi. Biz başçılık sözlep kelayotgandan başqa mush 3 gün ichida yuz bergan ish. Şuna sizlarni tabrikleymen, hürmetli vatandaşlarım, Amerika halkını tabrikleymen vatandaşlarım. Şunlaşqa men bu siyasetlerinin e'lon qilinishi yoki qonunning shundoq tuzilishi bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi strategik siyosatining e'lon qilinishi va buningga Rossiya va Jungo bilan Rossiyani raqobatchi davlat deb dokalatda tilga olganligi bilan vatandaşlarımni tabriklayman. Endi leksiyaning o'zi kelayli. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Meclisi Jungo Kompartiyasining ideologiyalik tajovuzchiligiga zarba berish chaqirig'ini yangratdi. Mavzuli xabar 12 ayning 18 kun Valmetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yuqori siyosat ilamasız pilotamni qanday? 12 ayning o'tirillarida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Meclisi ve ma'muriy doiralardan tashkillangan Jungo komiteti Jungo uzun qo'lini so'zib alohida hayvesini eksport qildi. Mavzusi ostida guvohlik berish, guvohlik elish yig'ini o'tkazib, Jungo Kompartiyasining Amerikaga ideologiyalik tajovuz qilishiga qarshi zarba berishni chaqiriq qildi. Bundan 5-6 yil burun Iroqni ko'rar kishilar Jungo Amerika ve butkul G'arb dunyosiga ideologiyalik tajovuz qilib kiryotdi. Iroqni ko'rar kishilar Jungo Amerika ve butkul G'arb dunyosiga ideologiyalik tajovuz qilib kiryotdi. Allaqachon G'arbning qimmat qarashlariga buzg'unchilik qiladigan va G'arbning siyosat sohasidagi sarxillari va aqliy bilim sarxillarini asirga oladigan dərəcəyə verib yetdi. Demək, G'arbning sarxillarini, siyosiy sarxillarini əsirga oladigan dərəcəyə verib yetdi. Lekin bu ish kishilarning e'tiboriga elinmadi deb ko'rsatgan. Hala bugungi kun kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi oxiri uyg'ondi. Dikkat vatandaşım, hala bugünkü kunga kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi oxiri uyg'ondi. Xuddi Washington Post gazeti bu qatimqi guvohlik berish va guvohlik elish yig'ini to'g'risida obzor e'lon qilib ko'rsatgandek. Washington Jungo Kompartiyasining Amerikaning ichki qismida ta'sir ko'rsatish harakatining darajasining qanchalik cho'nqur, qanchalik keng doirada Amerikaning har turli organ apparatlariga singib kirganligini tunib yetdi deb ko'rsatdi. Washington Post gazeti nima dedi? Washington Jungo Kompartiyasining Amerikaning ichki qismida ta'sir ko'rsatish harakatining darajasining qanchalik cho'nqur, qanchalik keng ko'lamda Amerikaning har turli organ apparatlariga singib kirganligini tanib yetdi. Bu qatimqi guvohlik berish, guvohlik olish yig'iniga senator, Davlat Majlisi va ma'muriy doiralar Jungo komitetining o'rtaq raisi Marco Rubio riyosatchilik qildi. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Jungo rahbarlarining tashqari dunyoga singib kirishining uzun muddatli plani bor. Shuning uchun bu ishga Amerikaning siyosat belgilaguvchilari yetarli diqqat berishi lozim.
Bu yerda senator Marco Rubio ko'rsatgan Jungo rahbarlarining uzun muddatlik plani bor. Bu Jungo Kompartiyasining tashqi dunyoga tashviqot, targ'ibot yurgizish strategiyasidir. Jungo Kompartiyasining Amerika va G'arb dunyosiga ideologiyalik tajovuz qilish buningdan 10 yil burun Jungo Kompartiyasi siyosiy byurosi G'arb dunyosiga zo'r ko'lamli tashviqot, targ'ibot yurgizish qarori bilan boshlandi. 10 yildan beri Jungo Kompartiyasi har yili 10 milliard dollar o'pcho'risida pul ajratib, bu strategiyani qo'lladi va yo'lga qo'ydi. Qisqagina 10 yil ichida Jungo Kompartiyasining tashqi dunyoga zo'r ko'lamli tashviqot, targ'ibot yurgizish strategiyasi zo'r o'nimga erishdi. Bugungi kun kelganda Amerikada Xitoy tilida nashr qilinadigan har qanday matbuotning Kompartiyaning ta'siriga va tizginlashiga uchramaganlari yo'q deyarlik. Diqqat vatandoshlar. Bu şu cümlege dikkatçimi. Bugün kuni kelganda Amerikada Xitoy tilida nashr qilinadigan har qanday matbuotning Kompartiyaning ta'siriga va tizginlashiga uchramaganlari yo'q deyarlik. Asosliq matbuotlar bu Jungo bilan ko'nglini xo'sh qilib, hatto Amerikada tarqatiladigan asosliq gazetlar İngiliz tilida nashr qilinadigan Jungo Report gazetini gazetlar qatoriga qo'shib, qisib turib, berib, abonentlarga tarqatadigan bema'ni qiliqlar yuz berdi. Jungo Kompartiyasining Markaz televiziya stansiyasi, Markaz xalq radio stansiyasining ingliz til kanallari, Amerikaning simli televiziya stansiyalariga va Amerikaning radio kanallariga singib kirdi. Diqqatga Jungo Kompartiyasining Markaz televiziya stansiyasi, Markaz xalq radio stansiyasining ingliz til kanallari, Amerikaning simli televiziya stansiyalariga va Amerikaning radio kanallariga singib kirdi. Jungoning markazdan tartib yerlikcha sun'iy hamro televiziyasi Amerikada yashayotgan jungoliklarning har birining uylariga kirib keldi. Diqqat bilan anglang, hurmatli vatandoshim, bugungi leksiyamizni buning oxiri yana davomi bor.